Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov va bugungi videomizda biz sizlar bilan notebookimizga Word, Excel, PowerPoint kabi Office ilovalarini tekinga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Mana bunaqa Office degan bitta fayl bo'ladi. Uni ichidan biz Office degan folderni olib chiqishimiz kerak. Mana videoda to'liq ko'rsataman. Keyin bu Office degan folderni file managerga kirasizlar, this PC ga o'tasizlar. Disklarni Windows o'rnatilgan diskni tanlab shu joyga tashlaysizlar. Bu holatda bo'ladi. Keyin mana tepada local diskni yoniga bunday bossanglar, bu holat bo'ladi. CMD deb yozasizlar. Mana biz CMD ga kirdik. Endi Office ilovasiga CD Office qilib, mana bu yozgan narsamni yozishinglar kerak bo'ladi. Kirganingizdan keyin bu yerda setup exe yozasizlar. Bunday qilib turib configure yozasizlar-da, bunday qilasizlar. Mana shu narsani yozishinglar kerak bo'ladi. Enterni bossanglar, sizlarda mana bunday oyna ochiladi. Yes, no so'raydi. O'shani yes qilishinglar kerak bo'ladi va bizda bunaqa xato chiqdi. Buni o'ylaydigan narsa emas, shunchaki CMD ilovasini run as administrator qilib, admin qilib ochasizlar va qaytadan xuddi shu joyga kirishinglar kerak bo'ladi. Mana cd 2 nuqta, cd 2 nuqta, cd office qilsam, mana menda o'sha joyga kirdi. cd 2 nuqta bu bitta orqaga qaytadi. cd qilib folderga kirsa bo'ladi. Mana office ga kirib oldim. Endi xuddi shu narsani mana setup exe configurationni bosdim va bu mana we're getting ready deyapti, ya'ni o'rnatish boshlandi. Xudo xolasa bir 5 minut ichida bu to'liq o'rnatiladi. Bu faylni qayerdan topaman desanglar, videoning tagida link qo'yib qo'yganman. O'shani bosib bemalol yuklab olsanglar bo'ladi va buni ichidagi faylni aytgan joyimga ko'chirib, CMD ni admin holatida ochib, mana qanaqa kirish cd 2 nuqta, cd 2 nuqta qildim. C diskdan cd office qildim. Ya'ni ko'rsanglar, mana bu yerda biz C diskni ichiga office degan faylni qo'ygan edik. O'shaning ichiga kirdim va mana setup.exe ni configuration qilib ochib oldim. Ya'ni bu komandalarni mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda mana nimalarni o'rnatayotganini ko'rsatadi. Xullas, bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.